Assalomu alaykum, hurmatli bizani Instagramda, YouTube'da kuzatuvchilar. Bugungi gaplashadigan mavzumiz rap shuroti haqida bo'ladi. Rap shuroti o'zi tabiatda raps o'simligidan olinadi va bu sanoatda mayonez ishlatilishda foydalanadi. Buni shuroti qahramonlarimiz uchun chaqli foydali. Buni shurotining tarkibidagi bizlar uchun eng kerakli bo'ladigan mahsulot bu oksil hisoblanadi. Ya'ni oksilning foizi o'ta yuqori bo'lganligi bilan bu chorva uchun o'ta kerakli mahsulot hisoblanadi. Ya'ni buni tarkibidagi oksil 38%dan 42%dan bo'ladi. Bizani O'zbekistonda ishlatiladigan paxta kunjarasi, paxta shurotiga qaraganda 2 barobar yuqori bo'ladi. Ya'ni buni yog' foizi pastligi, kletchatkasi pastligi bilan butun Yevropada rivojlangan, chorvachilik rivojlangan davlatlarda aynan rap shuroti, semisha shuroti, soya shuroti kabi shurotlar ishlatiladi. Bunga sabab nima? Bunga sabab bizani mollarimizni yaxshi mahsuldorligini ko'tarish uchun ikki xil narsa, ya'ni uglevod va oksil kerak bo'ladi. Oksillarni bize şurotlardan almazsak, uglevodlarni dam mahsulotlarından alamiz. Yani buğday, Mekke ve arpa mahsulotlarından alamiz. Şunun için bize elbette eğer rasyonumuza rap şuroti, semisha şuroti, soya şuroti kabi mahsulotlarni işleten olmasak, maksata muvaffaq bo'ladi. Hozirgi kunda Xorazm va Qoraqalpog'iston uchun rap şuroti bizada sotuvda bor. Bemalol bizlarga murojaat etishingiz mumkin. Hammaning chorvasini baraka tilaymiz.